Siz buni bilasizmi? Avstraliya Osiyo tomon siljimoqda. Hozirda butun qit'a har yili shimol tomon taxminan 7 sm ga siljiydi. Buning sababi shundaki, Avstraliya yerning katta litosfera plitalaridan biri Avstraliya plitasi ustida joylashgan. Bu plita sayyoradagi deyarli hamma plitalarga nisbatan tez harakatlanadi. U shunchalik tez siljiydiki, mamlakat bo'ylab GPS tizimlarini 2 yilda yangilab turish kerak bo'ladi. Aks holda Avstraliyaning raqamli xaritalari sekin-asta haqiqiy joydan siljib ketadi. Yana bir jihati shundaki, bu harakat shu qadar asta-sekin sodir bo'ladiki, u yerda yashaydigan odamlar uni sezmaydi, lekin sun'iy yo'ldoshlar uni aniq o'lchay oladi. Xuddi dunyodagi eng sekin harakatlanayotgan avtohalokatni tomosha qilgandek. Agar kelajakni tezlashtirib tomosha qilsak, natijalar juda ta'sirli. Milodiy 25,000-yilga kelib, Avstraliya allaqachon Janubiy Sharqiy Osiyoga ancha yaqinlashadi. 50 million yil ichida esa Yangi Gvineya va Indoneziya bilan to'qnashishi va yangi tog' tizmalari paydo bo'lishi kutilmoqda. Foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang.